Ya maşallah canım. Assalomu alaykum O'zbek Otlar YouTube kanali kuzatuvchilar. Akalar bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Namangan viloyati Norin tumanidan, Qo'da qishlog'idan. Jo'ra. Ba'zi akamlar shu ko'rib turgan to'ylarni sotib chiqadi. Videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. To'yda bir o'zgachasi ekan. Ba'zi akamlar to'liq ma'lumotlarni beradi. Ba'zi akam aytadi, ma'lumotlar chiqib qilib olamiz akalar. Xo'p akalar, iltimos qilaman kommentariyaga jamoat qonun qoidalariga rioya qilgan holatda kommentariy yozsalaring, bir-birimizni hurmat qilgan holatda yaxshi bo'ladi. Bunday bo'lsa Fazl akamdan chiqib qilib to'yimizning ma'lumotlarini olib beraveraman. Hozir bir texnika kelib qoldi. Texnika o'tib olsa Fazl akam chiroyli qilib ma'lumotlarni beradi ekan. Bir duvar qo'shnilar ham muxlislar. Bo'ldi. Xo'p, Fazl aka, nima bo'lsa ma'lumot bersak. Jonore. Ehtiyot bo'ling. Haq. Ardan bu. Bu yoqqa o'tolay aka. Ozgina quyosh xalaqit berib qo'yapti. Ma'lumotni yetkazib o'rgan aka endi. Ardan. Avvalambor assalomu alaykum bizni muxlislar, bizni kuzatuvchilar. Bugungi Ardan bugungi ajoyib ko'kbo'ri. Bugungi ko'kbo'ri chiqadi. O'ta azart. Fazl aka ko'kbo'rini yoshi qanday? Baridan ko'kbo'rini yoshi uchashar. Yoshi 3 ta. Ha, hali hozir sayga yo'q. Bo'yi 1.65 plus. 1.65 plus. Aha. Aha. Fazl aka zot haqida ma'lumot kelgan. Baridan zoti chista qorabayir. Zoti qorabayir. Chista qorabayir kelgan joyda Jalloboddan kelgan. Kelishi Jalloboddan Ha, kelgan. biz shu yerdan oldik-ku. Aha. O'ta start atur odammi? Tez narsaga o'xshab ko'rinyapti Fazl. Aytdim bu. Tezliklariga bo'lishi mumkin bo'lsa akalar. Fazl aka aytganchalik bor u. Fazl aka, uni yo'llari yaxshimi, bir paxotkasi bir boshqacha kelyapti. Ha, pardon, yo'li zo'r. Bosgandan keyin endi ustidagi odamga bog'liq. Sal qattiqroq turib qo'ysa, shunda o'ynab joyida turmay qoladi-da. Ko'z tegmas. Fazl aka bitta qo'shqoqlarni tortib qo'ying, aka. Ha, pardon, keyin tuyoqlarni ham bitta qalinligini tortib qo'yilsa, toydi chista qorabayir. Otalari ham tayinda buni. Bitta to'rt tuyoqlarni tortib qo'ydi, keyin qalinliklarini bir portlatirsanlar. Hamma yo'q joyida. To'taloq ham taqalangan. Qalinliklari qolmagan Fazl aka. Yuvoshligi ham zo'r, faridan keyin. Uqatollari yaxshi. Ha, zo'r. Sekimda yonidan qo'shqoqlarni bitta ko'rsa, sekin bosig'ini ko'rsatib qo'yaman. Bo'ladi. Fazl aka yurgizor aka. O'zini bosig'ida yurgizib ko'rsatish tomonga. Fazl aka, u ko'kka chiqqanmi, chiqmaganmi aka? Ko'kka chiqdimi, chiqmadimi? Yo'q, qaridan ko'kka chiqqan yo'q. Hali ko'kka chiqqan yo'q. Ha, endi o'sha egasi 1-2 kun qo'yibdi, ko'k yegan emasda. Bizda quruqda turibdi, hozir ham 2 kilodan arpa berib turibmiz aka. Fazl aka bu xudo xolasa ko'kka qo'yib aka. Ishlarni tozalab, yemlar berib qo'ysa, Arnon dolasa bu o'ta dushasi toza. Birinchi o'rinda otni dushasi bo'lishi kerak-da. Shunday aka. Oldi qatorga ishlaydigan ot bo'ladi-da bular. Dolasa. Lekin Arnon ash katta otda nimasi bor, xulqi bor. Uqatollari yaxshi. Ha. Taka. Rollari ham joyida ekan aka. Rollari ham zakonni. Fazl aka. Xo'p, aka buni narxini necha pul qo'yamiz elga obunachilarimizga? Ardan buni narxini $3800 kami bor. $3800. Magazin narxi qoma, bunga qamchini ko'rsatib qo'ysa o'ynoqlab, o'zini bosolmay qoladi. Shunday ekan aka. Fazl aka bir yengil qo'yib yuborsak bo'ladimi? Bo'ladi, juda bo'ladi. Bir og'irroqdami? Yo'q, bo'ladi. Fazl aka shu tomonda bitta yurgizib qo'ying, orqadan bitta tortib qo'ying aka. Yurgizib. Bu sal chapqa yoqda yashiradi-da. Ha, shunday ekan. Barda mashidan bitta qo'yib yuboramiz, narxini aytdik bitta muxlislar uchun. Aha. Ketjona. Narx aytildi akalar, xudo xolasa. Hozir moshdan o'tkazib olamiz. Moshdan qo'rqib ketadigan qiliqlari yo'q ekan. Fazl aka moshdan uzoqlashmagandan keyin bir qo'yib yuborasiz aka. Videoni yakunlayveramiz, farni bitta qo'yib yuborib ketamiz-da, nari. Bo'ldi aka. Maşallah. Getirgan akalar.